Bu videoni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Endi odamlarni tabriklaganingiz uchun jarimaga tortilishingiz mumkin. Men tabrik yo'nalishi bo'yicha mualliflik huquqiga ega bo'ldim. Ancha yildan beri qilmagan ishimni qilishga qaror qildim va ega chiqdim. Hozir siz olib borayotgan barcha turdagi tabriklar, onlayn tabriklar, offlayn tabriklar, restoranlarga borish, uylarga borish tabriklarini hammasini g'oyasi va o'ylab topilishi biz tomonimizdan ekanligini qonuniy tarzda o'zimiz uchun hujjatlashtirib oldik. 2-oktyabr sanasidan boshlab kim ruxsatimizsiz bizni g'oyamizni ishlatib tabrikchilik sohasini davom ettirsa, bazaviy hisoblash bo'yicha, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga binoan javobgarlikka qonun oldida tortiladi. Eng kamida 5 baravaridan to 50 baravarigacha jarimaga tortiladi. G'alati-yu, ha? Bu xalq chiqargan narsani odam o'ziga patentlab monopoliya qilib olish bu qanchalik to'g'ri? Odamlar jigar so'zini nima qilib olyapti, inomarka hayda, misol uchun patentlab olyapti, birov aytsa shtrafga tortiladi. Bu ya tabrikni, endi bu yaqinda qanaqa holatda odamlar bir-biri bilan aloqa qiladi bu ketishda-chi? Bu hamma bir-biri bilan soqov tilini o'rganamiz shekilli, jigardan haligi. Soqovchi gaplashamiz shekilli.